Demak, assalomu alaykum rahmatulloh. Hurmatli tomoshabinlar va Umidjon yana bir bor. Demak, bugun o'tadigan mavzumiz juda ham qiziq. Bugun o'tadigan mavzumiz ultrasonik bo'yicha bo'ladi. Sensor bo'yicha bo'ladi albatta. Demak, tayyormisiz? Boshlaymiz. Demak, potentsiometr va MEP signallarni, sensorlari va motorlar haqida o'tadi bugungi общий mavzumiz. Demak, bu adashmasam oldingi mavzu nomi qolib ketgan shekilli. Bugun ultrasonik bo'lishi kerak. O'sha. Lekin mana bu signallar qabul qilish, sensorlar, motorlar deb tushunsangiz bo'ladi. Yaxshi. Demak, o'tgan mavzuda ozgincha savol-javob bo'ladi. Potentsiometr nima? O'zi potentsiometr o'zi nima edi? Nima ish bajaradi? Vazifasi. Yo'q, o'zi nima edi? Ko'rinishi qanaqa edi? Yeydigan narsami, ichadigan narsami, nima edi? Yo'q. Potentsiometr o'zi nima? Aniqmi? Aniqmi? Mayli. Yaxshi. PWM signallar nima? PWM signallar A0 A5 gacha bo'ladi. O'shalar PWM signallar bo'ladi. To'liqroq ma'lumot bering. PWM signallar. Siz hozir pinlarni aytyapsiz-da. Mayli. PWM orqali LEDni yoqqanligini qanday bilishingiz mumkin bo'ladi? Tasavvur qiling, PWM signal pinlar orqali LED yoqilgan yoki yoqilmaganini qanday bilasiz? Boshqarasiz, ya'ni. Mana shu LEDni yorug'ligini demoqchi. Misol uchun bo'ladi-yu, xira yonadi, yarki yonadi. Xuddi telefonni yarkosti bor, xuddi shunday. Qanday boshqarasiz? Kodlar bilan. Ya'ni qanday? Anasi bor, qanday biroq o'sha bilan. Aha, o'sha nomi nima edi boya? Adashsiz-a? O'sha. Endi savol beryapti. PWM pinlar o'sha orqali siz deyapti LEDni qanday boshqarasiz? Ya'ni LEDni yorug'ligini. Potentsiometr. Potentsiometr unuting. LEDni yorug'ligini siz PWM orqali qanday boshqarasiz? Kodlar bilan. Ya'ni o'zining raqamlari bor. Ya'ni misol uchun nechidir raqam yozsangiz LED xira yonib qolardi. Nechidir raqam yozsangiz LED full yonardi. Esingizga keldi? Sensor nima? O'sha sensor nima o'zi? Sensor. Shu telefonimizda ekrandagi sensor. Vazifasi nima o'zi sensorlarning vazifasi? Sensorlarning vazifasi tekkanda o'sha qayta qarab Umumiy hodisalarni sezadi, to'g'rimi? Bo'layotgan narsalarni sezish uchun. Yaxshi. Arduinoda motor nima edi? Motorni ishlash prinsipi haqida ham ozgincha gapiring. Motor ishlash prinsipi o'sha motor bu o'zi aylanadi-da, biror narsani qo'ysak, o'shani yurg'izib beradi. Aylanadi. Qanday aylanyapti bu o'zi motor o'zi? Motor 360 gradus aylanadi. Tushundim, aylanadi, lekin qanday aylanyapti u? Qanaqasi ketmaydi, tokka tiqsam u aylanyapti. Zida nima bo'ladi? Magnit bo'ladi. Tok hisobiga qochishga harakat qiladi, shunday hisobiga aylanadi, to'g'rimi? Zo'r. Arduinoda motorni qaysi pinlar orqali boshqarsa bo'ladi va boshqaramiz? Motor bilan LEDni farqi bor? Umuman pinlarga qo'yishga. GND bilan bironta pin bo'lsa kerak. Potentsiometrdan olingan qiymat qanday o'zgaradi? Qanaqasiga o'zgarib turadi undan kelayotgan qiymat? Nimani hisobiga? Zo'r. PWM qiymatlar nechidan nechigacha bo'ladi? 0 dan 1023 gacha. Analog va raqamli sensorlar o'rtasida farq nima? Analog sensorlar nima edi o'zi? Raqamli sensorlar. Bizda ham bor, digital va analog pinlar bor. Mayli. Datchik signali qanday o'qiladi?
datchik signali qanday o'qiladi? Analogdanmi yoki digital rate'dan o'qiladi? Qaysi biri? Analogdan. Qaysi biri? Analogdan. Analogdan zo'r. Mana qarang, boshdan javoblar. Misol uchun, hozir potentsiometr nima edi? Voltajni o'zgartiradigan bor edi, buraydigan. Shu bu nima edi? Impulsdan kelgan boshqaruvchi raqamli signal, PWM. Impulsdan keladi doimiy, boshqaruvchi raqamli signal, ya'ni sizga yuborib turadigan PWM signali o'zi nima deganda? PWM orqali LED-ni yorqinligini qanday boshqarasiz? Impulsni davomiyligini o'zgartirib turasiz. Ya'ni qarang, qanaqa bo'ladi u? Misol uchun, impuls kelib turadi, to'g'rimi? LED-ga. O'shani davomiyligini uzaytirib turasiz. Misol uchun, deylik har 5 sekundda bor impuls. O'shani ko'paytirasiz. 10 sekund taqsangiz nisbatan ma'qulada xiralashadi. Xuddi shunday. Sensori yaxshi. Bu ham yaxshi. Mana qarang. Arduino'da motor qaysi pinlar orqali boshqaramiz deganingizda mana PWM pinlari bor edi-ku bizda. 3, 5, 6, 9, 10, 11. Potentsiometrdan olingan qiymatlar qanday o'zgaradi? 0 dan 1023 gacha to. Zo'r. PWM qancha qiymat qabul qilar ekan? Nechagacha bo'lgan qiymatlar? 0 dan 255 gacha ekan. Yaxshi. Analog va raqamli sensorlar farqi nima? Analog o'zgaruvchan, raqamli 0 yoki 1. Bo'l, boshqasi yo'q. Все. Endi datchik signali qanday o'qiladi? Analog rate yoki digital rate bilan. Все, yaxshi. Endi savol sizga, umumiy boshlaymiz. Hammasidan savol bilan boshlaymiz. Agar robot oldida devor bo'lsa, u qanday to'xtab qoladi yoki to'xtashini biladi? O'zini masalan kodi bilan u bitta devorga yaqinlashyapti, u jo'natadi, o'sha devorga minus qaytarayotgan bo'lsa, u to'xtashini deylik ultrasonik bilan, to'g'rimi? Ultrasonik bilan biladi deylik. Endi ultrasonik qanday ishlaydi? Endi ultrasonik tovush to'lqinlarini yuboradi. Birinchi yumaloqchasi bilan, teshikchasi, ikkita ko'z bor, ko'rgan bo'lsangiz hozir rasmdan ko'rsatsam, yuboradi va qaytayotganini o'lchab, masofani hisoblaydi. Shu hisobida mana shu borish, qaytish vaqti bilan masofani hisoblaydi. Endi qarang, misol uchun mana qarang. Umumiy ko'rinishi mana bittasidan yuboradi. Qarang, T turibdi, ikkinchisi R. Bittasi R o'qiydi, rate. Mana bu T yuboruvchi. Endi umumiy qanaqa narsalar bor ekan? VCC, keyin mana bu TRNG bor ekan, undan keyin undan keyin GND pinlari bor. Bu qismlari buni vazifasi signal yuboradi. Mana bu vazifasi. Buni vazifasi signalni yuboradi. Mana bu esa signalni qabul qiladi, qaytayotgan signalni. Mana bu 5, ya'ni plus bizda. Ya'ni akkumulyatorga yoki zaryadniga yoki batareyaga ulashmoqchi bo'lsangiz, bu plus. GND bizda minus. Plus minus. Albatta bunga tok kerak. Qarang, ikkitasi tok uchun, ikkitasi bittasi signal qabul qilish, ikkinchisi signal yuborish uchun kerak bo'ladi. Yaxshi. Endi masofani qanday o'lchaydi desangiz, qarang. Mana bu trigger pinji, mana bu T pinji signalni tovush pini to'lqin yuboradi. To'lqin to'siqqa borib qaytadi, qaytish vaqtini o'lchaydi. Qarang, masofa qanday o'lchaydi? Qaytish vaqtni 0.1034 ga ko'paytiradi va chiqqan natijani 2 ga bo'lib oladi. Bo'lgandan keyin masofa kelib chiqadi. Tushundingizmi? Shunaqa. Umumiy ulash tartibi quyidagicha. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Hozir bu tinkarkatta qilingan. Tinkarkatta chiqilgan bu narsaning hammasi va xuddi shunday ulanadi. Qarang, mana ko'rib turganingizdek, bizda mana bu 10-chisi nima qilyapti? Signalni qabul qilish. To'g'rimi? Bu yoqda mana bu nima edi bizda? Yo'q, mana bu sariqdagi vazifasi nima edi? Tiger nima edi? Ma'lumotlar qabul qiladi. Yo'q, yuboruvchi. Mana bu nima edi? Echo? Mana qarang. Ko'rsamiz. Bizda mana echo signalni qabul qiluvchi. Tiger mana hozir bu yoqdan chiqdi, mana bu yoqdan chiqdi, bu yoqdan chiqdi, bu yoqdan chiqdi. Xuddi shunday. Mana bu yoqda ko'rib turibdi. Ko'ryapsiz-a? Echo nima ekan bizda? Signalni yuboradi. Qabul qiluvchi deb turibman. Bu yoqda signal yuboruvchi. Bu yog'i powerga ulangan. Demak, bu oddiy loyiha qilingan. Qanaqa? Nima bo'ladi bu yoqda? Yozilganki,
ultrasonikdan kelayotgan xabar agar 10 santimetrdan, deylik, santimetrda o'lchaydi. Agar 200 dan agar kichkina bo'lsa, yo'q, to'xtang. Agar 200 dan katta bo'lsa, mana bu ledni yoqadi. 200 dan katta bo'lsa, agar 200 dan kichkina bo'lsa, o'chiradi. Ya'ni oldiga yaqinlashtirasiz, uzoqlashtirasiz. Xuddi shunday. Demak, buni hozir siz bilan Tinkercad'da qilib ko'ramiz, xo'p? Yaxshi. Tinkercad'ga ko'ramiz. Undan keyin realni Arduino'ni o'zida ham qilib ko'ramiz, xo'p? Zo'r. Demak, osamiz. Yaxshi. Bizga kerak bo'ladi birinchi o'rinda masalan olaylik, Arduino. Yumi kerak bo'ladi. Olamiz Arduino'ni. Yaxshi. Undan keyin ultrasonik kerak bo'ladi. Ultrasonik mana bu kerak bo'ladi bizga. Va bizga LED kerak bo'ladi keyin. LED lampochka. Bitta. Shuni bir to'la ulab ham qo'ysak bo'ladi lekin. Va bitta rezistor kerak bo'ladi. Ya'ni lampochkaning kuyib qolishini oldini olish uchun. Bilasizmi? Mana bunday. Bu yoqqa qo'yiladi. JND. Demak, buni rangini qora qilib qo'yaylik. Bu JND'niki bilinadi. Bo'ldi. Endi buni ulanish tartibini ko'rib chiqasiz. Demak, bizda mana bu ikkitasi nima edi? JND nima edi bizda? Round. Nima edi bu? JND? Minus edi. Minusni minus qo'yasiz. Bizda minus mana JND. To'g'rimi? Bu nima edi bizda? Power nima edi? Yo'q, umumiy. Plus nimaga ulanadi? 5 ga. Zo'r. Yaxshi, rangini qizil qilib qo'yamiz buni, rangi ajralib turish uchun. Zo'r. Endi yaxshi. Bizda bu yerda tiger bor edi. Adashordimmi? Trig bor edi. Nima edi bu? Ma'lumot yuboruvchi. Buni qaysiga ulaymiz? Buni minus 10 mi shunaqa. Da, minus 10 to'ppa-to'g'ri. Sal cho'zaydi shuni. Bo'ldi. Demak shunday. Va bizda bu nimaga ulanardi? Minus 10 ga. Bu nima edi? Qanaqa pin edi? Yana bir aytib o'ring. Minus. Yo'q, tushundim. Vazifasi. Hozir buni ulayotganimiz vazifasi nima edi? Ma'lumot yuboruvchi edi. Yaxshi. Yuboruvchi bo'lsa, biz uni mayli mana bunga bo'yaymiz ko'kka. Ko'kka bo'yaymiz. Yaxshi. Endi bizda mana bu echo bor edi. Bu nima edi? Bizda ma'lumot qabul qiladi. Mana shunday. Deylik, buni qabul qiluvchi bo'lsa, qanaqa rangga bo'yasak bo'ladi? Misol uchun pink ma'lumot qabul qiluvchi. Demak bo'ldi. Ulandi. Endi umumiy kodga o'tsak, qanaqa bo'ladi? Bitta ko'rib chiqaylik avval hammasini. Avval bizga kerak bo'lishi kerak, nima bu? Control bo'limidan tekshirish operatorlari kerak bo'ladi. Shart operatorlari. Anaqalar. Demak, if ni qo'yamiz. Agar deymiz, mana bu yerda bor edi. Agar ya'ni mana buni istasmadim. Agar bizda hozir qaysi peyda ultrasonikda o'zini rayati bor, o'qiydigani bor mana bu yerda. Alohida mana qarang, ko'ryapsizmi? Ultrasonik uchun bosasiz. Faqat bu yoqqa nimasini yozib qo'yishingiz kerak. Turgan pinini, ya'ni echo ni qayerda va tiger qayerda turganini aytishingiz kerak. Qarang, bizda tiger qaysida turibdi?
shunday. Bizda -10 da turibdi. Ko'rgan bo'lsangiz, Tiger bizda -10 da. Demak, buni nima qilamiz? 10 qilib qo'yamiz. Bu qarang, mana yaxshilab qarasangiz bu minus emas. Taqriban deyiladi matematikada. Shunaqa. Endi bu yerda echo. Bizda echo nechida turibdi? A0 da. Mana A0. Всё. Belgiladik. Yaxshi, buni qilib bo'ldik. Endi nima qilamiz? Tortamizda agar deymiz, agar mana shu katta bo'lsa 200 dan 200 dan katta bo'lsa nima qilsin? Biz mana bu ledimiz nechida turibdi? 13 da, to'g'rimi? Mana shuni yoqsin. 13 yozamiz. Necha deydi? 13. Mana shu 13 dagini yoqsin. Agar aks holda bo'lsa, o'chirsin deymiz. Yaxshi. Bizda mana uje bo'ldi. Ishlat. Ha, hayt bo'lib qoldimi? Qani ko'raychi? Ha, bo'ldi. Uzr. Low qilib qo'yamiz. Tayyor. Ishlatib ko'ramiz. Tak. Bosamiz simulyatsiyani. Qarang. Mana bu yerda o'zini datchigi bor. Elektron. Bu virtualda. Bosasiz. Qarang, bosasiz. Ko'taramiz. Ulangan, adashmasam. Ulanmaganmi yo'q? Ulanmay qolib ketgan deysizmi? Tak. Tigerga H1. Qarang, kodga o'tamiz. Bizda Tigerniki ikkalasini naqasini almashtirib qo'yibmiz. Tiger bilan H1. Mana bu yoqda mana bunaqa bo'lishi kerak. A0 adashmasam. Yo, 13. H1. 13 10 deganimsiz adashib. 10. Abi Tigerniki H12 adashmasam shunday. Echo bilan bu yoqni almashtirib qo'yishimiz kerak endi. Mana bu narsa. Mana bu echo bu yoqqa o'tish kerak. Ikkalasini joy almashib qolibdi bizda. Adashib qolibmiz. Mana qarang. Mana bu echo xullas hozir bizda bu yoqqa o'tish kerak. Bu tomoniga. Hozir qayerga o'tish kerak? Hozir bizda o'ngga o'tish kerak. Shuni almashtirib qo'yganmizda. To'g'rilab qo'ysak bo'ldi. Demak, echo mana bu yerda. Umuman olganda boya koddan o'zgartirib qo'ysa ham bo'lardi. Mayli endi. Yaxshi. Xuddi shunday bo'ldi. Demak, bizda tayyor. Endi ishlatib ko'rsak bo'ladi bemalol. Xo'sh. Demak, qarang. Kodda xato qilib qo'ydikmi? 13 bo'lib qolgan. H12. Ha, 10 ida bizda. Zo'r, barakallah. Yo, rezistor manimcha ulangan. Qarang. Bizda hozir bu narsa A0, ya'ni Tigerning o'zida va bu H12 qarang, H10 da. Tigerimiz nechida? A0 da. Bizda muammo yo'q. Lampochka bilan ulanmagan deysizmi? Ha, ulanmabdi. To'g'ri aytibsiz.
Zo'r. Voy, ozgincha raznica qolib ketdi. Bo'ldi, ulandi. Endi ishlaydi bo'lamiz. Ya'ni rezistor bilan lampochkaning o'rtasida masofa qolib ketdi, ulanmasdan. Ko'rdingiz, hozir lampochka yonib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, lampochkacha hozir yoniq. Endi yaxshilab qarab turing. Olamizda. Pasaytiraman. Ko'rdingiz, o'chyapti. Boradi, yonadi. Qaytasiz, o'chadi. Ko'rdingiz, oldagi masofadan sezyapti. Yaxshi, hozir buni tinkarkatta qilib turasiz siz. Va undan keyin Arduino'ni o'zida realni qilib ko'ramiz buni, xo'p? Yaxshi. Demak, unday bo'lsa, qildingiz bo'ldi. Unday bo'lsa, boshlaymiz. Ya'ni shunaqa qilishni, ya'ni Arduino'da realni qilishni harakat qilib ko'ramiz, xo'p? Zo'r. Demak, men kameramga o'taman. Mana shunday. Demak, bizga kerak bo'ladi Arduino birinchi o'rinda. Kodni qo'yib olishimiz uchun. Hozir notebookimga olaman. Demak, ulandi. Mana shunday. Endi bizda ulanish anaqasi bor edi, to'g'rimi? Olamiz. Bunda ham xuddi shunday. Ko'rinayotgan bo'lsa. Ko'rinyapti? Zo'r. Deyapti? Yaxshi. Davom etamiz. Demak, mana ko'rib turganingizdek, Umidjon ko'rinyapti? Xuddi o'sha pinlar. JND, VCC. Bo'ldi, ancha ko'rindi. Yaxshi. Demak, uni qo'yib boshlaymiz. Demak, bizga JND ga qo'yiladi. Qaysiga? Qora qilamiz JND ni va VCC ni oq. Yo, JND oq bo'lsin. Oqsin. VCC ga qorasini qo'yamiz. Yaxshi. Endi bizga xabar yuboruvchi va xabar qabul qiluvchi pinlarni qo'yib qo'ysak, HO bilan signalni bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi. Endi buni Arduino'ga xuddi boyagi ko'rsatilgandek ulab chiqamiz. VCC bizga 5V ga albatta. Mana shunday. Va JND ga qo'yamiz. Va shu joyda ajratib qo'ysak, ajratmayapti. Bu yoqdagi bizga HO ulanadi. Tak. 10 ga. Bu yoqdagi taqriban -10 ga. 10 ga ulanadi va ikkinchisi boruvchi esa A0 ga ulaymiz. Mana shunday. Demak, biz ulab bo'ldik. Endi LED lampochkani qo'yishimiz kerak bo'ladi. LED lampochka. So, bu yoqdan LED lampochkaga olamiz. Mana bu yordamda. Demak, LED lampochka uchun bu yoqda JND bitta. Bu qo'yamiz. Va bitta 13 pin kerak bo'ladi bu LED lampochka uchun. 13 kerak bo'ladi. Mana shunday. Endi lampochkani ulaymiz. Lampochkani qo'yamiz. Mana shunday. Demak, bo'ldi. Ultrasonik ham tayyor, lampochka ham tayyor. Bo'ldi. Endi kodni yozsak bo'ldi. Kodni bu yoqqa yozganmiz, a? Demak, menga ham blokni ham tekstni ko'rsat deyman. Buni hozir xohlasa shunday olamiz va endi Arduinoga kiramiz. Arduino ideya. Sal sekinlashdi. Demak, yangi fayl ochamiz. New Scratch.
Demak, o'zimizni portimizni select qilib olamiz. Bizda hozir COM10 da bormi? Va boyagini tashlaymiz. Bloklarimizni kod yozib berdi. Loy o'zimiz ultrasonic. Bitta pini bor, pin mod qildi, yoqib o'chirishi, hammasi shu yerda. Va lopi. Mana bu bor edi, mana bu pin, mana bu narsa. Siyohini ko'ryapsiz? Qanaqa ishlaydi mana. Ko'rdingiz? 0.1 ga ko'paytiryapti kelayotganini va natija 200 dan kichkina bo'lsa, katta bo'lsa deb aytyapti. Ko'rdingiz ishlashi? Xuddi shunaqa. Yaxshi. Demak, bu narsani endi biz Arduinoga qo'yib ko'ramiz. O'zimiz Arduinoga qo'yib ko'ramiz. Biz kodni quydik. Ko'k lampochkaga ham almashtirib qo'ydik Arduinomizda. Endi kamerani ochamiz. Kamerani ochaman. Hozir yonib turibdi, ko'ryapsiz? Olaman, qarang. Turibdi. Mana bu bizni boyagi narsamiz. Obyektni olib kelaman, o'chadi. 200 dan baland bo'lsa. Chunki hozir 200 dan baland bo'lib turishi kerak. Obyektni olib kelaman, o'chadi. Olaman, yonadi. Ko'rdingiz? Obyektga sezadi, olsam ishlaydi. Shuni qilsak. Obyekt sezadi. Biror narsa kelsa sezadi. Tushundingiz? Xuddi shunday. Yaxshi. Demak. Yaxshi, endi davom etamiz. Zo'r. Prezentatsiyaga qaytaman. Endi qarang, mana bunaqanisi nima qilishingiz kerak bo'ladi? Tinkercadda bularning hammasi sizga vazifa. Kodda masofani o'lchab, bizning anaqamiz terminalimiz bor, serial monitor deyiladi. O'shanga chiqarishingiz kerak bo'ladi. Bilasizmi bu narsani? Va masofaga qarab LED yonsin. Tushundingizmi? Qarang. Misol uchun qanaqa bo'lishi kerak? Ko'k lampochka qachon yonsin? Misol uchun ko'k, qizil, sariq qilib oling. Ko'k, qizil, sariq. Misol 200 dan baland bo'lsa, ko'k yonsin. Agar 150 dan baland bo'lsa, sariq yonsin, o'sha yaqin kelib qo'ygan bo'lsa, 100 yonsin. Shunaqa. Endi undan keyin qiladigan vazifangiz qanaqa? Uyga vazifalar bular hammasi. Avtomatik parkovka tizimini qilasiz. Masofani o'lchab LED bilan ogohlantiradi. Misol uchun qanaqa bo'ladi? U mashina kirib kelsa, kirib kelayotgan payti sразу nima qiladi? Lampochka yonadi. Agar mashina devorga tegay deb qo'ygan paytida. Yoki tegmasa qanchadir masofada lampochka yonib tursin. Shunaqa bo'lishi kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Endi robot to'siq qochuvchi, ya'ni qanaqa bo'ladi? Motor qo'yishingiz kerak bo'ladi. Devorni aniqlaydi va aniqlab buriladigan bo'lishi kerak. Yoki orqaga yuradigan eng kamida. Faqat oldinga yursin. Agar devor, o'sha devorni ko'rsa yoki orqaga yursin. Yoki joyida tursin-da, qimirlamay, devorni ko'rsa sразу yursin oldinga. Tushundingizmi? Boyagi LED o'rniga motor kontrollerlari mavjud, lekin shunchaki dars uchun boyagi LED o'rniga shunchaki motorni joylasangiz bo'lgan, boshqasi emas. Endi undan keyin qiladigan vazifa qanaqa bo'ladi? Smart suv sathini o'lchagich. Qarang, bir idishni ichiga xuddi shunaqa ultrasonikni qo'ysak ham, hozir qilgan ishimizni ham qo'ysak, deylik, shuncha masofadan pasayib ketsa, ovoz chiqarsin yoki lampochka yonsin. Tushunyapsizmi? Xuddi shu shaklda ishlatishingiz mumkin bo'ladi va qilib kelasiz. Undan keyin boyagi narsa, boya aytdim-a, uyga vazifa yana. Bo'ldi. Umumiy anaqada ishlaydi. To'liq ko'rib chiqasiz, qanaqadir masalalar bo'lsa, Telegramda shaxsiy yozsangiz javob beraman. Xo'p, tushundingizmi? Charchamang.